Assalomu alaykum azizlarim. Hozir mana men Yorg'onchi jome masjidga keldim. Yo'llikka kirgandim. Ko'rinishini ko'rib do'st yaxshi niyat bilan shu videolarni qilyapmiz inshaalloh. Hozir imom bilan telefonlashdik, masjid imomi bilan. Anchadan beri shu holat turibdi ekan, hali hech burilishni qilayotgan ekan. Shunga xudo xolasa hozir chiroyli qilib video qilamizda, ko'rinishlarini yaxshilab chiroyli qilib qo'yamiz Instagramga inshaalloh. Tarqatib berasizlar shu videolarni. Sizlar sababchi shu masjid qurilsa, savob yo'qolib turadi sizlarga. Ancha yildan beri bitmayapti ekan. Qabristoni ham bor ekan mana. Imom kelgandan keyin videoni to'liq qilamiz, xudo xolasa inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.